Assalomu alaykum do'stlar. Men Speaker Forecast Group 2 kanalining asoschisi bo'laman. Bugun yana yangi stream boshlaymiz. Qurol poygasidan House'da botlarni qoqamiz. Qaysi? Qani ketdi jigarlar. Bu videoga like va kommentni bomba qilib yuboringlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. O'yinni boshladik. Yedirdim. Va yaqinroq borib o'tmasam bo'lmaydi bular. Anachadimi? Dushman ekan yedi. Va o'tib ketdi. Mohali ham turibdi. Voy nima aytayapman? Voy. Ot kallaysiga. Bittada. Voy bittarami? Meni o'ltirib qo'yishdi-yu. Loyga o'xshab. O'lib qoldik. Ketdi, ishki bo'lmam. Sal toshiverdi-yu. Bizonni qattiq o'ynayman men. Jaq. Yashar ekan. Bo'lar bo'lmasga otvorma. Voy. Tosh o'ldirib qo'ydi meni, tosh. Botlar meni o'ldirib qo'yapti, botlar. O'lim ovchisi-ya. Ketdi endi qayta tirildik. Pichoq o'tdik. Men seni o'ldiraman. Hozir tizzaladimmi? Bo'pti, endi bo'p turadi. Hammasi menga qarab turish. Rasmni olinglar. Ketdi. Uchaman. Mana ko'rmayman. Va qarab ol. Itda bu it. Yana o'ldirib qo'ydi. Akalar modda qilib o'ynayapman. Xafa bo'lmaysizlar. Nima bo'ldi hozir? Yana o'ldirib qo'yishdi. Pichoqdi deb o'lib ketdim. 5 marta o'libman. Voy. Men shuni o'ldiraman. Va o'qlayotgan nima? Sen yutdimmi karochi? Shu bilan akalar, streamimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosib, kommentariyani bomba qiling. Obuna bo'ling.